Takip bitta reyting bosaylik. Uning I fight. I eat again. shak chiqib nimadir uchib ketdimi? Uni chitirib o'ragan bo'ldi bile. Ket bo'lamiz, mayli, tak o'zimizni cheat yoqamiz hozir I bir placed the ko'ramiz. super bonfire. Qani bo'lmasam sekingina. I am Scoopy и I am Auto yoqamiz. Lini S bo'ldi jim. Yetadi menga shu. Qani bosdik. Bu haromiqidan keldi. I placed the super bonfire. Shoshma, shoshilma, sekin. Tezlik bilan kerak, yerda reytingga tushish kerak eng muhimi. Tak, agar kimgadir o'rnash qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'rishlarni maslahat beraman. Error Max TV 38 buni biz Telegram kanalimizdan topasizlar. Uni ustiga bir marta bosganimizdan so'ng fayllar yoki boshqa narsa emas, Epic Mirror Installer. Oldin buni Play Marketdan yuklab olishga kerak bo'ladi. O'zi ham yozib turibdi ko'rinib sizlarga. Play Marketdan 14 MB yuklab olasiz. Telefoningizdagi faylga o'xshagan fayl hisoblanadi bu ham, lekin bunda zip fayllarni ochib bo'lmaydi. Faqat tayyor Epic, Apex, Apim keyin shunaqangi o'xshagan fayllarni ochishda va bitta qilishda ishlatiladi. Ya'ni hozirgi Error Max bu 3 tali fayl. Uni biz bitta qilishimiz uchun Watch in Installer App, ya'ni 30 sekundlik reklama videosi yoki mana shunaqangi narsa yoki ba'zi reklama ham chiqmaydi. Promotion qilib o'rnatiladi, ya'ni pauzachi. Oldin o'rnatishdan oldin buni Free Fire Max ile o'chirib bo'lish kerak, ya'ni o'chirilgani bo'lish kerak. Ya'ni Free Fire oddiy bo'lsa ham Max o'rnatilmagan bo'lish kerak. Chunki bu promo o'rnatib ketadi-da. O'shaning uchun o'rnatish bosganimizdan so'ng Open'ni bosib kirib ketaveramiz. Qisqasi gap, oddiy Free Fire'da sizlarning asosiy akkauntingizda tursa ijtimoiy qilmaydi. Max'da tursa biron nima qiladi. Ya'ni Max'da Google orqali kira olmaysizlar. Lekin Free Fire'larda muammosiz o'zingizning oddiy Free Fire'da o'ynab yursanglar bo'ladi va Max alohida panel versiya bo'lib, u oddiy Free Fire bilan chalkashib ketmaydi va sizlarning asosiy akkauntingizga ban bermaydi. Chunki Google dan kirish taqiqlanadi bunga. Bunda faqat Facebook, Quest, WeContact, Xcom dan kirishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Hozir videoni oxirigacha ko'rishinglarni davom ettirishingizni so'rayman, chunki tushunmasdan saybal qilmanglar. Men oxirigacha ko'ringlar, bo'ldi. Ko'rdim, yuklab oladigan manzillar tayyor ekan deb o'tirmanglar, keyin yana orqaga qaytib kelasizlar bekor. Nima kerak bor? Undan boshdan ko'rib, keyin oxirigacha kirganingiz yaxshi. Mana bu yerda key kalitini profilimizdagi kanallardan olasizlar xullas. Mana bu yerda kichkina login key ustiga bosib ketasizlar. Mana bu yerda yonida kapratnichani ustiga bossanglar, o'zi kulchilarni shu yerga yozadi. Keyin login key orqali kirib ketasizlar. Mana bu yerda funksiyalar ko'rinib turibdi. Tak, xullas, ozgina kutamiz endi. Tak, mana bu yerda qat'iyan taqiqlanadi. Ya'ni More'dan Google orqali kirmaysizlar. Quest yoki boshqa narsa orqali. Men Questdan kirib ketyapman. Ya'ni Questga bosganimizdan so'ng faylimizga kirib tepadagi jild yaratish ustiga bosamiz. Yangi jildning nomini yaratgandan so'ng shu jilddan foydalanishga ruxsat berishni so'raymiz. Ya'ni telefonimizdan ruxsatini, ya'ni foydalanishga ruxsat berish tugmasini bosib kirib ketamiz. Tak, nickname'ni yozgandan so'ng endi bu yerda funksiyalardan foydalanishni ko'rsatib o'taman. Ya'ni qanaqa funksiya yoqish kerakligini. Tushunarlimi? Ortiqcha funksiya yoqib haligi o'zingizlar tushunmasligingizni emas. Sizlarga oson bo'lishi uchun o'rgatib qo'yaman. Mana o'yinga tashlab oldik. O'yinga kirishimiz bilanoq o'zi mana menimizdan ko'rinib turibdi. I fight. I eat again. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, chitiradigan, rostdan chitagan, faqat chalapla chitiragan, bir qo'ldan hech nima kelmaydi. Bu yerda funksiyalarni I placed the super bonfire. Bu yerda mana shu funksiyalarni yoqsanglar o'zi bo'ldi. Mana shunday yetarli o'zi. I placed the super bonfire. Spot.